Energetikdan 535 million so'm ipoteka qilsa bo'ladigan variantdagi 3 xonali xonadonni ko'rib o'tamiz. Akamiz ham o'tib ketdilar. Telefonda gap berib yuribdilar. Mijozlar telefon qilgan bo'lsa kerak. 3 ta alohida xonasiga ega. Birinchi xonasi bolalar xonasi qilishga mos holatda. Bu tarafda garderob qo'ysangiz bo'ladi. Bu esa ikkinchi xonasi, ikkita balkonli hisoblanadi. Ushbu xonadonimiz rang berib qo'yilgan, shpaklovka qilingan, emulsiyasi bor, mabodoga chiroyli qimmat rangni ishlatsangiz bo'ladi yoki aboy qilsangiz ham bo'ladi. Devorlar tayyor turibdi, pollar linoleum bo'lgan, endi mabodoga laminat qo'yishingiz ham mumkin, bemalol. Chiroyli oppoq qilib qo'yilgan. Chagalar ham yopishtirib qo'yilgan. Bu tarafda balkon qismi tapchanga o'xshatib joylar qilib qo'yilgan, marhamat. Hamda biza oshxonasini va narigi balkon qismini ko'rib o'tamiz. Hozir yuvinish xonalari ham alohida hisoblanadi. Mana. Kadastrda o'zida 81,5 metr kvadrat. Lekin bilasizlar, faktiski anchagina katta bo'ladi. Kuxnya demak balkonga ko'chgan, gaz plitasi bu yoqqa o'tkazilgan, mabodoga to'rxona qilib ishlatish imkoniyati bor. Marhamat, mana. Xo'p, kimga ma'qul keladigan bo'lsa 535 million so'm barakasiga ozgina o'tib beriladi. Energetik ko'chasida joylashgan, Vasxod bozori yaqin, maktab, bog'chadan umuman muammo yo'q, daraxtzor hamma yo'q. Kimga ma'qul keladigan bo'lsa, ozroq pastdagi raqamlarga qo'ng'iroq qilinglar va albatta Navoiy uy baraka kanaliga obuna bo'lib qo'yinglar. Ushbu xonadonni ipoteka asosida xarid qilsangiz ham bo'ladi.